ziqna erkak. Agarda bolasidan, xotinidan bir narsani o'sha ayiydigan bo'lsa, bu erkak emas. O'zi tursuvda qolsa ham oldin bolasiga, oldin xotiniga qilish kerak bu narsa. Bu eng to'g'ri narsa. Yaxshi ko'rsa shunaqa bo'ladi. Mana yaxshi ko'rish to'g'risida, baxtli hayot to'g'risida agar gapiradigan bo'lsak, siz uylanayotganda misol uchun xotiningizni yaxshi ko'rganmisiz? Yaxshi ko'rib uylangansizlar. Shu muhabbatni butun umrga saqlab qolish harakatini qilsangiz bo'lmaydi. O'zingiz yomon tilingizdan zahar so'z chiqarasiz-da, shuni buzasiz. Shuni gapirmasa bo'ladimi? Bo'ladi. Shuni qilmasa bo'lmaydimi? Shu lekin xotinni olding, shuni qadri o'sha kundan yo'q bo'lib qoladi. Xuddi chunki xotin desanga shaq ketmaydi deb o'ylaymiz, yanini bizga yashaydi deb o'ylaymiz, ya'ni bizlar lider deb o'ylaymiz. O'sha sanga ishonib tegan, sani hojim deb bilyapti, sanga ishonyapti, sani podshohim deyapti, sani meni nimam deyapti. Shuni qarasa bo'lmaydimi? Shuni saqlab qol. Bizning eng katta xatoyimiz